Assalomu alaykum muajiratga barliq qarindoshlar. Men qaynashdan burun mani bir ko'rib baqili a. Долгожданный открытый Уйгур-Лагман Хаус на Баслтон Авеню, Филадельфия. Уже в эту пятницу в 11:00 ждем вас. Приходите и попробовать настоящий уйгурский лагман. Отметьте этот особенный день вместе с нами. Долгожданный. Ko'rganinglardek bu odam Amerikada oshxona ochadigan bir odam. Ko'rganinglardek Xitoyning depiga usul o'ynab chiroyiga chiqibdi bechoraninki. Uyg'urcha oshxona ichishdagi birinchi maqsad Xitoyning pulini tepish. Xitoy xaridor tepish degan gap. Uyg'urcha oshxona ichish degan gap Xitoy bilan tijorat qilish degan gap bu. Yevropada muajiratda Uyg'urcha oshxona nurg'un, bakchiq. Germandimi netsi va Uyg'urcha oshxonalarda, restoranlardan Uyg'urcha tomoq chiqarmisimi, boshqacha oshxonasi bor Uyg'urlardanmi netsi va jiq unda Uyg'urlar. Endi gapning poskalisiga kelsak, xalqimizdan bir so'rab baqili. Agar mushu oshxona ichayotganlar, Uyg'urcha tomoq chiqadigan oshxona ichayotganlar ras vatanparvar bo'lsa, ras Sharq Turkiston, Uyg'ur, millatim deydigan ishi bo'lsa, eshikning oldiga Xitoy kirish ma'ni qilindi degan xatni yozib, ichib baqsin ash do'konini. Qila olamdi, qilamamdi. Boykot qilishning nurg'un usuli va nurg'un usuli va uninki. Ishga ash xatni chaplab qo'yib, tijorat qilib baqsin. Bumi Xitoyni boykot qilishninki bir yo'li. Qur'onda yozilganga o'xshash, bularninki ko'zi, qo'lqi, og'zi pul bilan itilib qolganlar, pul to'sib olganlar, puldan boshqa hech nimani tonimaydi. Xitoy bulamdi, qanda millat bo'lsa, kirib tijoratini qilib bersa, pul topsa, shu hisob. Agar Xitoy kirish ma'ni qilindi degan xatni yozolmay, Xitoy bilan tijorat qilib, Xitoyning pulini tepib, topgan pullar qanda singidi? Sizlar singdira olamsizlar shuni? Gilinglardan qanda o'tidi? Farzandinglarga, avlodinglarga qanda tushundirsizlar bu topgan pullaringlarni? Vatanda shu zulm chekayotgan qarindoshlarga qanda tushundirsizlar oxiratda? Savol so'roq bo'lgan vaqtda Alloh egam sizlardan so'rasa, bu pulni qanda topding? Vatandagi qarindoshlaring zulm ko'rayotgan vaqtda sen nima ish qilayotganding? Xitoy bilan kulishib, Xitoyninkini ko'tarib, Xitoy bilan tijorat qilib, vatandagi zulm ko'rayotgan qarindoshlarimizni yo'q hisobida, ularni o'ylamay unutgan holda Xitoy bilan tijorat qilib, qanda oxiratda o'zinglarni oqlay olasizlar? To'g'ri, hammamiz yashashimiz kerak, hammamiz pul tepishimiz kerak. Ammo qaysi yo'lda, qaysi shaklda tepishni bilishimiz kerak. Bu gap so'zlar faqat birsigilam emas. Butun muajiratdagi tijorat qilayotgan Uyg'urlar, restoran ichayotgan qarindoshlarimiz, hammamizning bilishiga tegishli ishlar, qilishga tegishli ishlarimiz. Agar ras vatanim, millatim, Uyg'urim deydigan ish bo'lsa, Xitoysiz bir ish qilishni bilishimiz kerak. Xitoy aralashtirmay bir ish qilishni bilishimiz kerak. Buni muajiratdagi butun tashkilot, qurultoy, partiya a'zolariga yetkazishimiz kerak, tashviq qilishimiz kerak, bildirishimiz kerak. Va abay deganga o'xshash boykot qilishga tegishli narsalarni, Xitoyning mollarini boykot qilishimiz kerak. Shu restoran ichayotgan qarindoshlar, olgan mollaringlar nerdan keladi? Qaysi shaklda alış-verish qilib, qaysi shaklda savdo qilsizlar? Mustaqil bo'lish uchun birinchi bo'lib millat uyg'onish kerak, xalq uyg'onish kerak. Boykot qilishni birinchi bo'lib o'zimizdan boshlashimiz kerak. Oxirda deydigan gapim bo'lsa, butun qurultoy, tashkilot, partiya a'zolari buni cho'qim bilish kerak. Buni yetkazish kerak. Shu a'zolariga tashviq qilish kerak. Boykot qilish kerak. Millat radiya bermasa, millat qarshi chiqmasa, ular
qiladiganini qilaverdi. Biz musofir bo'lib yuraveramiz. Bu qilganlari Xitoyning o'yiniga nihoyatda yaxshi tushidi. Qarindoshlar o'ylab baqili. Sharq Turkistonda zulm yo'q. Uyg'urlar yaxshi yashayotidi, bayashat yashayotidi deb tashviq qiladi. Ammo bizning muhojiratdagi kallasi ishlamaydigan qarindoshlarimiz yeb ichib, o'ynab, kulki chaqchaq qilgan videolarni to'rga chiqarsa, buni siyosatchilar ko'mamdi. Uyg'ur davosi qilayotgan chet elliklar ko'mamdi. Sizlar kallanglarni ishlatmamsizlar qarindoshlar. Chiqargan shu videolarni nima maqsadda chiqarsizlar? Boshqalarga ko'z qilish uchunmi? Nima ish qilish uchun chiqarsizlar uni? Maqsadinglar nima? Sizlar bir narsani o'ylamamsizlar qarindoshlar. Shuni chiqarsanglar Uyg'ur davosiga sizlarga bir mo'ljallik foydasi bo'lamdi. Facebooklarga chiqargan ro'za etliq, bayramliq, etganning oldida sama o'ynayotgan, boshqa et o'tkazayotgan videolarni chiqarsanglar qarindoshlar, da'voga, Uyg'ur davosiga nihoyatda ziyon bo'lganligini, nihoyatda ziyon kelganligini sizlar o'ylamamsizlar qarindoshlar. Xitoy bo'lsa, Uyg'urlar yaxshi yashaydi, namoz o'qiy oladi, xohlaganini qila oladi deb tashviq qiladi, ta'tir tashviqot qiladi. Ammo sizlarning chiqargan bu narsanglar bilib bilmay Xitoyning shu ta'tir tashviqotiga bir kishilik hassanglarni qo'shgan bo'lsizlar qarindoshlar, o'ylab beqinglar. Kallanglarni silkib etinglar. Amdi undaq video chiqarganlar shuningga o'xshash ta'tir tashviqotga to'g'ri keladigan videolarni chiqardiganlarga yaxshi kun yo'q. Birinchi radiya bizdan kelish kerak. Qarshilik bildirishimiz kerak. Agar haqiqiy Uyg'urim, millatim, vatanim deydigan ishi bo'lsa, boykot qilishni boshlanglar qarindoshlarim. Biz normal fuqarolar, tashkilot hech qanday bir a'zo bo'lmagan yoki a'zo bo'lgan biz fuqarolar qilishimiz kerak. Tashviqot qilishimiz kerak. Boykot qilishimiz kerak. Buguncha mushunchalik bo'lsin. Qolgani kelar qitimliq videoda ko'rishlar.